ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Assalomu alaykum aziz talabalar. Navbatdagi arab tili darsimizga xush kelibsizlar. Bugun 1-Madina kitobidan 13-darsni o'rganishda davom etamiz. Bu 13-darsni 6-qismi bo'ladi. Keling bugungi darsimizni bitta o'tgan zamon fe'lining tuslanishini takrorlash bilan boshlaymiz. Bu xoroja fe'lining tuslanish jadvali. Odatdagidek, u o'ngdan chapga qarab 3-shaxs bilan boshlangan. So'ng ikkinchi va birinchi shaxslarni avval muzakkar, keyin muannas ko'rinishlari berilgan. Jadvalni birgalikda o'qiymiz. Xoroja, xoroja, xoroju, xorojat, xorojata, xorojna, xorojta, xorojtuma, xorojtum, xorojti, xorojtuma, xorojtunna, xorojtu, xorojna. Yana bir marta takrorlaymiz. Xoroja, xoroja, xoroju, xorojat, xorojata, xorojna, xorojta, xorojtuma, xorojtum, xorojti, xorojtuma, xorojtunna, xorojtu, xorojna. Bugundan boshlab xorojni ular chiqishda fe'l ko'rinishini rasman ishlatishni boshlaymiz. Xorojni 3-shaxs jam'ul muannas uchun ishlatilinadi. Demak, xoroju ular chiqishda fe'l tuslanishini jam'ul muzakkar uchun ishlatamiz. Xorojni ular chiqishda tuslanishini esa jam'ul muannas uchun ishlatamiz. Keling endi kitobdan 76-betni ochib, 3-topshiriqni bajarish orqali hozir o'rgangan fe'l ko'rinishlari bilan mashq qilamiz. Misol, namuna jumlani o'qiymiz. Zaynabu xorajat minal fasli. Zaynab sinfxonadan chiqdi. Bu misolda Zaynab ismi bilan 3-shaxs birlik muannas ismlar uchun mo'ljallangan xorajat fe'l ko'rinishini ishlatyapmiz. Endi keyingi jumlada qanday fe'l ko'rinishi kelayotganiga e'tibor beraylik. Zaynabu va Aminatu va Maryamu xorajna minal fasli. Zaynab va Amina va Maryam sinfxonadan chiqishdi. Bu safar Zaynab, Amina va Maryamlar uchun fe'lning ko'plik muannas shakli xorajna qo'llanilgan. Mana shu namuna gapga qarab, mashqda berilgan navbatdagi 3 jumlani ko'plik ko'rinishga aylantirishimiz kerak. Birinchi jumlani o'qiymiz. Al-mudarrisatu zahabat ilal fasli. Ayol kishi o'qituvchi yoki mudarrisa sinfga ketdi. Bu ismiya jumla, shundaymi? Chunki u al-mudarrisatu ismi bilan boshlanyapti. Al-mudarrisatu gapda mubtada. Gapning xabari nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Xabar al-mudarrisatudan keyin kelayotgan to'liq fe'liya jumlasi zahabat ilal fasli bo'ladi. Bu fe'li jumlada zahaba fe'l, ta o'tgan darslarimizda aytib o'tgan edik, ta'ut tanis hisoblanadi. Ayollikning ta'si. Zahabat fe'lidagi ta'ut tanisni fa'il bo'la olmasligiga yaxshi sabablar bor. Inshaalloh bu haqida keyinroq o'rganamiz. Shuning uchun zahabat fe'lida fa'il mustatir yoki yashiringan va u hiyaga qaratilgan deymiz. Hiya esa bu gapda al-mudarrisatuga qaratilgan. Ilal fasli jar va majrur birikmasi. Endi mana shu to'liq jumlaning ko'plik ko'rinishi qanaqa bo'ladi? Siz harakat qilib ko'ring-chi. Ko'plik uchun al-mudarrisatu ismining jam'ul muannasis salim shakli bo'lgan al-mudarrisatu ismini ishlatamiz. Shunda yangi jumla quyidagicha bo'ladi. Al-mudarrisatu zahabna ilal fasli. O'qituvchilar sinfga ketdilar. Bu misolda ham tashqi ismiya jumlaning mubtadasi al-mudarrisatu bo'ladi. Xabar esa jumla fe'liya zahabna ilal fasli. Zahabna fe'lida
fe'lning o'zak qismi zahabaga qo'shilgan na suffiksi fa'il bo'ladi. Fe'ldagi 3-o'zak harfning harakati sukunga aylangan. Demak, zahabna fe'l ko'rinishida fe'l ham, fa'il ham birga kelgan. Zahab qismi fe'al, na fa'il. Ilal fasli jar va majrur. Ikkinchi jumla. At-talibatul jadidatu jalasat fil fasli. Yangi talaba sinfda o'tirdi. Bu jumlada at-talibatu mubtada. Al-jadidatu bu yerda qanday vazifa bajaryapti deb o'ylaysiz? U at-talibatu ismiga na'at, shundaymi? Undan keyin kelayotgan fe'liya jumla esa xabar. Jalasat fe'al. Fe'l oxirida kelgan ta'ni ta'ut ta'nis deymiz. Al-fa'il mustatir. U hiyaga qaratilgan. Fil fasli jar majrur birikmasi. Bu gapning ko'plik ko'rinishi qanaqa bo'ladi deb o'ylaysiz? At-talibatul jududu jalasna fil fasli. Yangi qiz bola talabalar sinfda o'tirishdi. At-talibatu mubtada, al-jududu na'at, jalasna fil fasli xabar. Jalasna fe'lida fe'al va fa'il birga kelgan. Fa'il na, fil fasli jar majrur birikmasi. Uchinchi jumla. Bintu Muhammadin zahabat ilal madrasati. Muhammadning qizi maktabga ketdi. Bu gapda mubtada nima bo'ladi? Mubtada marfu ism bintu va huwa mudof. Majrur ism Muhammadin mudof ilayh. Xabar fi'liya jumla zahabat ilal madrasati. Zahaba fi'al. Fe'l oxiridagi ta'ut ta'nis. Al-fa'il mustatir va u hiyaga qaratilgan. Jumlaning ko'plik shakli quyidagicha bo'ladi. Banatu Muhammadin zahabna ilal madrasati. Muhammadning qizlari maktabga ketishdi. Banatu mubtada va huwa mudof va Muhammadin mudof ilayh. Jumla fi'liya zahabna ilal madrasati gapning xabari. Zahabna fe'l ko'rinishida fe'al va fa'il birga kelyapti. Juda yaxshi. Mashqda xorojna, jalasna va zahabna kabi yangi 3-shaxs ko'plik fe'l ko'rinishini gaplarda qanday kelishiga misollar ko'rdik va bu misollar fe'llarni tushunishimizda yordam bo'ldi deb o'ylayman. Endi 75-betga qaytib, ikkinchi mashqda berilgan jumlalarni o'rganib chiqamiz. Kitobdagi deyarli barcha mashqlardagi kabi bu mashqdagi jumlalar ham harakatlarsiz yoki unli belgilarsiz yozilgan. Berilgan gaplarni, o'rgangan qoida va tushunchalarni ishlatgan holda avval o'zingiz o'qib chiqishingizni tavsiya qilaman. Unli belgilarsiz yozilgan gaplarni o'qish shu paytgacha o'rgangan grammatik qoidalarni mashq qilishning eng yaxshi yo'llaridan biri hisoblanadi. Chunki o'qiganingizda gaplardagi har bir so'zni vazifasini aniqlashtirishingiz kerak bo'ladi va shunga qarab kerakli unli belgilarni qo'yishga harakat qilasiz. Bunday mashqlar yangi lug'atlarni mukammalroq o'zlashtirishingizda ham yordam beradi. Chunki berilgan so'zlarni gapni ma'nosiga, mazmuniga qarab tanib olishingiz kerak. Shuning uchun agar qo'lingizda kitob yoki uning elektron nusxasi bo'lsa, imkon qadar mashqni birinchi o'zingiz o'qib chiqishga harakat qiling. Keyin o'zingizni men unli belgilari bilan yozib chiqqan gaplarga qarab tekshirib olishingiz mumkin. Birinchi jumla. Haulai ikhwati va haulai akhawati. Mana bular mening aka-ukalarim va mana bular mening opa-singillarim. Bu misolda ikkita ismiya jumla kelyapti. Ulardagi mubtada va xabarlarni aniqlashtira olasizmi? Haulai ikkala jumlada ham mubtada bo'lib kelyapti. Ikhwati, ikhwatu va yaul mutakallimdan tashkil topgan birikma. Ikhwatu xabar va huwa mudof.
va yaul mutakallim mudof ilayh. Shunga o'xshab ikkinchi jumlada ahavati, ahavatu va yaul mutakallimdan tashkil topgan idofa. Ahavatu xabar va huwa mudof va yaul mutakallim mudof ilayh. Ikkinchi jumla man haula'il fatayatu, haula'i banatul mudarrisati. Mana bu yosh qizlar kimlar? Bular mudarrisaning qizlaridir. Javob gapda haula'i mubtada, banatu xabar va huwa mudof, al mudarrisati mudof ilayh. Uchinchi jumla haula'il fatayatu zamilati, abuhunna tabibun va ummuhunna mudarrisatun. Mana bu yosh qizlar mening sinfdoshlarim. Ularning otasi shifokor va ularning onasi o'qituvchidir. Bu yerda haula'i mubtada. Al-fatayatu ismi nima vazifada kelyapti deb o'ylaysiz? U haula'iga badal, shundaymi? Endi zamilati marfu' ism zamilatu va yaul mutakallimdan tashkil topgan idofa. Zamilatu ismi xabar va huwa mudof va yaul mutakallim mudof ilayh. Ikkinchi jumlada abu mubtada va huwa mudof, domir muttasil hunna mudof ilayh. Hunna bu yerda al-fatayatu yosh qizlarga qaratilgan. Tabibun gapning xabari. Harf vadan keyingi jumlaning tuzilishi ham xuddi shunday ko'rinishda. Ummu mubtada va huwa mudof, hunna mudof ilayh, mudarrisatun xabar. To'rtinchi gap. Ayna tolibatul jududu zahabna ilal maktabati. Yangi talabalar qayerda? Ular kutubxonaga ketishdi. Javob gapda zahabna dars boshida o'rgangan yangi o'tgan zamon fe'l ko'rinishi. Zahabna fe'lida fe'al va fa'il birga kelyapti. Fa'il na. Ilal maktabati jar va majrur birikmasi. 5-jumlaga keldik. Ayna banatuki ya ammati, hunna fil matbaxi. Qizlaringiz qayerda ey amma? Ular oshxonada. Javob gapda domir munfasil hunna banatuga qaratilgan va u gapda mubtada. Jar majrur fil matbaxi xabar shibhu jumla, ya'ni birikmali xabar. 6-jumla. Ahaula'il mumarridatu muslimatun? Na'am. Mana bu hamshiralar muslimami? Ha. 7-jumla. Haula'i tabibatun azwajuhunna mudarrisuna. Mana bular ayol shifokorlar. Ularning turmush o'rtoqlari o'qituvchilardir. Bu yerda azvajun turmush o'rtoqlar, erlar degani. Zavjun so'zining siniq ko'plik shakli. Af'alun vaznida. Azvajuhunna birikmasidagi hunna olmoshi tabibatunga qaratilgan. 8-jumla. Man hadhil mar'atu? Hiya zawjatut tabibil jadidi. Mana bu ayol kim? U yangi shifokorning rafiqasi. Bu yerda al-mar'atu yangi so'z, ayol degani. 9-jumla. Abanatuka fil madrasati thanawiyyati ya Usamatu? Ey Usoma, sizning qizlaringiz yuqori maktabdami? Ba'duhunna fil madrasati thanawiyyati va ba'duhunna fil madrasatil mutawassitati.
Ularning ba'zilari yuqori maktabda, ba'zilari esa o'rta maktabdadir. Bu yerda bizga tanish ba'du ismini domir hunna bilan birga kelishiga misollar ko'ryapmiz. Javob gapda marfu' ism ba'du mubtada bo'ladi. Va huwa mudof. Hunna mudof ilayh. Jar majrur fil madrasati xobar. Al madrasati yana man'ut va as-sanawiyyati unga na'at. Ikkinchi gapning tuzilishi ham xuddi shunday. 10-gapga keldik. Alaki banatun ya Layla. Ey Laylo, qizlaringiz bormi? Banatun ismining birlik shakli yodingizdami? Birlik shakli bintun bo'ladi, shundaymi? Banatun bintun so'zining jam'ul muannafis salim ko'rinishi. Naam, li banatun kibarun va hunna tolibatun bil jami'ati. Ha, mening katta qizlarim bor. Ular oliygohda talabalardir. Naam harfidan keyin li banatun kibarun jumlasining mubtadasi nima bo'ladi? Banatun ismi mubtada, to'g'rimi? Chunki jumla boshidagi jar majrur li mubtada bo'la olmaydi. Li xabar muqaddam yoki erta kelayotgan xabar. Kibarun banatun ismiga na'at. 11-jumla. Man haula'in nisa'ut tiwalu? Mana bu bo'ylari baland ayollar kimlar? An-nisa'u ayollar degani. U sal oldinroq tanishgan al-mar'atu ismining ko'plik shakli. An-nisa'u va al-mar'atu ismlarining o'zak harflari har xil, lekin ularni birlik va ko'plik juftligi sifatida ishlatsak bo'ladi. Javob: hunna tabibatun min Amerika. Ular amerikalik shifokorlardir. 12-gap. At-tabibatu kharajna minal mustashfa. Tabibalar yoki shifokorlar shifoxonadan chiqishdi. Bu yerda at-tabibatu mubtada. Endi xabar nima bo'ladi? To'liq jumla fi'liya kharajna minal mustashfa xabar bo'lib kelyapti, shundaymi? Jumla fi'liyadagi kharajna fe'lida fi'l va fa'il birga kelgan. Minal mustashfa jar va majrur birikmasi. Juda yaxshi. Mana ikkinchi mashqdagi hamma jumlalarni o'qib chiqdik. Bugunga yetarli dars qildik deb o'ylayman. Keling darsimizni shu yerda yakunlaymiz. Inshaalloh keyingi darsimizda 13-darsni B qismidagi qolgan mashqlarni tugatishga harakat qilamiz. Kelgusi darslargacha assalomu alaykum.